Assalomu alaykum aziz yomg'irlatib sug'orish YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Biz bugungi galdagi ishimizni Navoiy viloyati Nurota tumanida joylashgan Jarma qishlog'ida o'z ish faoliyatimizni olib boryapmiz. Bizni kuzatuvchilarimiz yaxshi bilishadiki, videolarimiz orasida ancha-muncha tanaffus e'lon qilinib qoldi. Bunga sabab sifatida aytishimiz mumkinki, bizda asosan ishlarimiz sezonniy, ya'ni aynan hozir mana bahordan to borib kuzgacha bo'lgan oraliqda ishlar rosa qizg'in bo'ladi va bu orada ham biz dam olish e'lon qilmadik. Vaholanki hali ham ishimiz qishin bilan davom etdi, lekin video qilishga imkoniyat bo'lmadi. Sababi o'sha bizni bilasizki, xizmatlarimiz bor. Ya'ni qanaqa xizmat? Bu konsultatsiya xizmatlarimiz. Ya'ni o'sha biz butun respublika bo'ylab konsultatsiya xizmatlarini joriy qilganmiz va o'sha yer maydonini borib, u yerni o'rganib, u yerdagi sharoit, ya'ni sharoit deganda nimalar? Ya'ni o'sha yer ostidan chiqayotgan suv yoki oqava kelayotgan suvni qanchaligi va bu suv bilan biz qancha yer maydonini yomg'irlatib yoki borinkani tomchilatib sug'orish imkoniyatiga egamiz. Shu haqda biz joyida yerni oldida konsultatsiya xizmatini amalga oshiramiz. Ya'ni bu bilan nimaga erishishingiz mumkin bo'ladi? Ya'ni agarki sizda chiqayotgan suvingiz yoki kelayotgan suvingiz yoki skvajinadan olinayotgan suv miqdori kam bo'lsa-yu, siz katta tavakkal qilib kattaroq yer maydonida dehqonchilikni amalga oshirish uchun ekinda qadadingiz. Vaholanki sizdagi suv miqdori kam. Bu bilan siz o'sha yer maydonini 100% darajada sug'orish imkoniyatiga ega emassiz. Bu degani endi sizga qilingan rasxod, ekilgan ko'chatlar hammasi sizni zararingizga ishlashi mumkin bo'ladi. Vaholanki ana shu zararni qoplash maqsadida eng asosiysi birinchi navbatda konsultatsiya xizmati orqali o'sha yeringizni siz o'zingizni imkoniyatingizdan kelib chiqqan holda ekinni ekishingizni tavsiya beramiz. Xo'p, endi ishga qaytamiz. Hozir bizda ish qizg'in ketyapti. Ushbu yer maydoni, ya'ni o'sha Jarma deya nomlangan qishloqdagi asosiy yer qumli yer bo'lganligini hisobiga sug'orishda, qumli yerni bilasizki, juda ham imkoniyat qiyin sug'orishdan. Nimagaki, bu yerda o'sha kemiruvchilar tarafidan qazib ketilgan nimalar, tunnelchalar va boshqa bir ma'lum bir sabablar tufayli yerni boshiga suvni qo'yasiz va kun davomida ham borinki 15 sotik, 10 sotik yerni ham sug'orish imkoniyati sizda bo'lmasligi mumkin. Chunki qumloq yerda asosan shunaqa muammolarga siz duch kelasiz va aynan buni eng oson va arzon yechimi bu albatta yomg'irlatib yoki daraxtlar bo'lsa tomchilatib sug'orish texnologiyasini joriy qilish orqali bu muammoni bartaraf qilish mumkin bo'ladi. Videomizni kuzatib boring. Bilasiz, biz har doim har joyga borganimizda asosan o'zimiz bilan sifat borasida eng yuqori bo'lgan o'sha mahsulotlarni o'zimiz bilan birga olib boramiz. Chunki biz har bitta qilingan ishimizga kafolatimiz, bilasiz, 1 yil emas, 2 yil emas, uzoq muddatga kafolat beramiz. Shuni hisobiga mahsulot hammasini biz o'zimiz ishonch hosil qilgan, o'sha tajribadan o'tkazilgan, yillar mobaynida sinovdan o'tkazilgan mahsulotlarni sizga tavsiya beramiz va bu bilan nimaga erishamiz? Ya'ni bu bilan o'sha siz qilingan rasxodingizni xudo xolasa uzoq muddat ishlatganingizda bizga albatta rahmat aytasiz. Videolarimizni kuzating. Bizni uzoq manzillarda kuzatayotgan, chet davlatlarda kuzatayotgan kuzatuvchilarimiz ham juda ham ko'p. Buni biz o'sha analitikadan, YouTubedan ko'rib boryapmiz. Avvalambor o'sha kuzatayotganingiz uchun, obuna bo'lganingiz uchun, videolarimizga izohlarni yozayotganingiz uchun sizga albatta tashakkurlarimizni yetkazib qo'yamiz va videomizni kuzating. Xudo xolasa keyingi galdagi ishimizda mana shu yomg'irlab sug'orishda, yomg'irli havoda qilayotgan ishimizda xudo xolasa natijasini birgalikda ko'ramiz va qanaqa natijalar bo'lishligini videomiz oxirida kuzatib borish orqali erishishingiz mumkin bo'ladi. Ko'rib turganimizdek oyog'imiz ostida o'zimiz bilan mahsulotlar yetkazib kelingan va ularni sekin astalik bilan ustanovka qilish jarayonlari ustalarimiz tomonidan, muhandislarimiz tarafidan amalga oshirilyapti. Keling, sizga ushbu yer maydonini qisqacha yana o'sha video orqali tasvirlab o'taman. Endi ushbu yer maydonini sug'oradigan inson dehqon akamiz, bobomiz desam bo'ladi, yoshlari 76 degan.
qo'lidan elektrik ishlari hammasi kelar ekan. Mana ko'rib turganimizdek hammasi tarmoqlangan. Tokni kuchaytirib berish uchun stabilizator 15 kilovatli qo'yilgan va eng qiziq jihatlardan bittasi o'sha yomg'irlatishda ham, tomchilatishda ham asosiy rol o'ynaydigan mana hovuzni ham mukammal tarzda go'zal holatda mana shunday o'rnatib qo'yilgan. Bu yerni teparoq qismida joylashgan. Xohlasangiz daraxtlarga tomchilatish qilsangiz ham bemalol bo'ladigan holatda. Ko'rib turgan suvimiz skvajinadan chiqyapti. Ya'ni ushbu yer maydonida skvajinani umumiy chuqurligi 50 metrdan oshmas ekan. Chunki ko'rib turganimizdek mana bu tog'lar etagida joylashgan, mana tumanda endi ko'rinmayapti. Mana shu tog'lar etagida joylashganligini hisobiga o'sha tog'ni past tarafdan, ya'ni mana bu biz turgan joylarda ham o'sha tog'ni pastki qismi kelgan va toshloq yer bo'lganligini hisobiga 50 metrdan uyoqga skvajinani urish imkoniyati cheklangan ekan va mana bu yerga, mana biz ishlaydigan yer, mana shu yer maydoni, bu yerga xudo xolasa beda ekilgan. Yuqorida aytib o'tganimizdek qumloq yer, sug'orishda muammo juda ham ko'p va aynan shu muammoni hal qilish uchun biz yomg'irlatib sug'orish texnologiyasini ushbu yer maydonida amalga oshiramiz. Nimagaki yomg'irlatib sug'orishda birinchi navbatda tokdan yutasiz, ikkinchi navbatda o'sha qilinayotgan, ekilayotgan ekiningizni hosildorligiga bir muncha foyda keltiradi va keling mana men sizga yana bir narsani ko'rsatay, ya'ni turbamizni sifati, ya'ni mana bu 50 diametrlik turbamiz. Ko'rib turganimizdek stenasi mana ikkita qavatli stepin, ikki qavatli nimada to'q ishlab chiqarilgan, ya'ni stenasi mana ikkita qavat. Bu birinchi qavati bu bosim ushlab berish va ikkinchi qavati sovuq issiqlar uchun bemalol bardosh beradigan. Eng asosiysi bu turbamiz o'sha ma'lum bir aksessuarlarga standart holatda, ya'ni mana bu papka-mamkalarga standart holatda tushish uchun mo'ljallangan turbamiz hisoblanadi. Biz bilasiz, har doim ishlayotgan yerimizda albatta sifatga birinchi navbatda e'tibor qaratib o'tamiz va sifat bor joyda xudo xolasa baraka bo'ladi va bu bilan dehqon ham, biz ham barakaga erishamiz. Keyin mana bu yerlar ham bor. Bu yerlarga ham keyinchalik o'sha dehqon bobomiz aytishicha mana bu yerlarga ham ekin ekilgan. Aynan mana bu turbalar bo'laklarga bo'linganligini hisobiga bu yerga ham bemalol, ya'ni mana hovuzi yon joyida, yon qismida bemalol ko'chirib bu yoqlarni ham sug'orish imkoniyatiga ega bo'ladi. Xudo xolasa yerimizga mana sprinklerlarni o'rtadan standart holatda joylashtirib chiqdik. Turbalarga e'tibor bering, nimaga bunaqa o'ynab turibdi? Chunki hozir havo harorati sovuq, o'shaning hisobiga turbani hozircha to'g'irlash imkoniyati yo'q. Havo isigandan keyin bemalol turbani asosiy mana shu tarafda liniyasi bilan bir tekisda qilib o'rnatish mumkin bo'ladi va bu yoqda xudo xolasa mana bu turbamiz asosiy nasosdan kelib liniyaga ulanadi. Mana ulash ham, ko'chirish ham unaqa muammo emas, chunki mana hozir ko'rasiz, ustanovka qilingandan so'ng buni bunaqa turbani bitta aylantirib, bo'ldi. Bunaqasi bitta buraveramiz turbani. O'rtaga olamiz yana, tortib, bo'ldi. Mana bu ish emas, chunki hammasi bir-biriga kiyishiladi, sprinklerga o'rnatiladi. Hozir turbada suv kelgandan so'ng hamma sprinkler yerga yopishib turadi va aylanganda ham hech qaysi tarafga qulab ketish imkoniyati yuzaga kelmaydi va ko'rib turgan joyimizda esa nasos o'rnatish ishlari amalga oshiriladi. E'tibor qiladigan jihatini qarang. Dehqon bobomiz haqiqiy usta dehqon ekan, ya'ni qarang, mana nasos oladigan turbani ham akkuratni mana ilinadigan joylarigacha mana nasosni tashlab qo'yganmiz. Mana bu ham bir san'at, ya'ni suv to'lgandan keyin mana bu yerda mana teshik qilingan va teshikdan chiqqan ortiqcha suv mana bu betonlangan tunika nov orqali mana yerga zarar, hovuzga zarar yetkazmasdan chiqib, aynan mana bu betonni ham ko'ring, qarang, to'siqni, ya'ni bu bilan suv taqsimlanadi mana shu yerdan.
Bu ham albatta e'tiborga oladigan dehqon bobomizda mehnatlardan bittasi, ya'ni har bitta ishga mehr berib ishlangandan dalolat beradi. Xolasa nasos uy egalarini, ya'ni dehqon bobomizning o'zida bor nasosdan foydalanilyapti. Bu ham albatta o'sha rasxoddan minus qilinadi, nasos hisoblanmaydi. Arzonroq chiqar, shani hisobiga nasos bor deyildi va aynan o'sha 2 kilovatlik ishlatilgan rabochiy nasos bor. Xudo xolasa o'sha nasos orqali ko'rib turganimizdek yomg'irlatib sug'orishni ishlash jarayonini birgalikda kuzatamiz. Xuddi shunaqa mana nasosdan chiqayotgan truba ham har tarafga osilmaydi. Bundan chiqayotgan mana ortiqcha suv ham aynan mana bu nov orqali mana betonga borib to'kiladi va betondan bemalol suv ikki tarafga qarab taqsimlanish uchun mo'ljallangan. Bu yoqda esa yomg'irlatib sug'orish texnologiyalari. Xohlasa mana startni berildi. Startdan so'ng 2 kilovatli nasos 6 ta tochka ochilgan holatda umumiy yer maydonini enini qoplab beryapti. Ya'ni umumiy yer maydonini eni 15 metr masofada joylashgan. Vaholanki bu oxirgi qismi uzoqroq masofada bo'lganligini hisobiga keyinchalik oxirgi tarafini sug'orishimiz uchun albatta mana bu boshda turganlarni 3 tasini kranligini bekitish orqali bemalol o'sha natijaga erishishimiz mumkin bo'ladi. Va keling endi buni sonini kamaytirib sprinklerlarni 3 ta donasini birgalikda ishlatib ko'ramiz. Yo'q, 4 tasiniki ekan. Chunki bu yerda umumiy holatda 7 ta sprinkler o'rnatilgan va bundan biz mana keyingi galdagi 4 ta 5 ta tochka hozir aylanyapti. Bu changitib go'zal holatda aylanayotganligini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Chunki nasos zo'r stabilizator qo'yilgan, ya'ni toshni normal holatda yetkazib berish uchun va oxirgi mana 4 talik variant ishlatilganda ko'rib turganimizdek yomg'irlatish go'zal tarzda aylanmoqda. Mana ko'rib guvohi bo'lishingiz mumkin. Albatta har bitta ishda o'sha mukammallik, tajribali bo'lish talab etilganligini hisobiga aynan tajribali ustalarimiz tomonidan shamol kuchli, mana bundan ham ko'rishimiz mumkin. Shamol kuchli, shamol bor. Aynan ana shu shamol holatida ham sprinklerlar go'zal holatda mana bunisi sepgani keyingisini ostidan ham uzoqroq masofaga borayotganligini va eng asosiysi yerda yon qismiga ham bemalol suv yetkazib berilayotganligini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Keling rakursni o'zgartiramiz. Keyingi rakursdan sizga ko'rsataman. Ya'ni qanaqa holatda aylanyapti. Chunki hozir quyosh tik tepada, bu tik tepada turgan vaqtda syomka qilish biroz murakkabroq. Mana bu holatda mana ko'rishingiz mumkin. Mana yomg'ir changlangan holatda sepilyapti. Ko'ryapsiz-a mana? Dehqon bobomiz ham buni albatta oldidan turib kuzatyapti. Mana changlangan hol. Mana oldimizgacha keldi. Keling endi keyingi rakursni ham o'zgartirgan holatda ko'ramiz. Ya'ni mana bu tarafdan xudo xolasa bilishimizcha mana bu holatda mana bu tarafda. Mana yomg'ir kelayotgan joy mana bu yo'lgacha chiqyapti. Bu yog'i mana oldimizgacha bemalol suvni yetkazib berayotgan. Eng asosiysi esa o'sha yuqorida aytganimizdek sprinklerni aylanayotganda mana yomg'irni maydaligiga e'tibor bering. Chunki sprinkler ishlaganda mana shu kabi bug'lanib, parlanib sug'organda bu sug'orilgan hisoblanadi. Vaholanki agar sprinklerda nosozlik bo'ladigan bo'lsa yoki sifatsiz sprinklerdan foydalanganda mana bu holatda sug'orilmaydi mana. Bu holat mukammal tarzda, ya'ni aylanishini ko'rishingiz mumkin. Soat strelkasi bo'yicha ham bir tekisda sprinklerlarni aylanayotganligini kuzatishimiz mumkin. Mana ko'rib guvoh bo'layotganingizdek go'zal holat. Qumloq yer, yuqorida aytganimizdek mana qumloq yerni sug'orishda eng oson sug'orish uslubi bu. Albatta
yomg'irlatib sug'orish texnologiyasi hisoblanishini yana bir bor sizga ta'kidlab o'tamiz. Ko'rib guvohi bo'lganingizdek, Navoiy viloyati Nurota tumani qishlog'imiz Jarma qishlog'ida qilingan ishimizni guvohi bo'ldingiz. Mana yomg'irlatib sug'orish texnologiyamiz mukammal tarzda aylanayotganini kuzatishingiz mumkin bo'ladi va eng qiziq jihati boya yuqorida ko'rsatilgan har bitta elementar narsaga e'tibor qaratib, yerga mehr bergan bobomiz bilan biz yonma-yon turibmiz. Bobomizning fikrini birgalikda eshitamiz. Bobo, qanaqa bo'ldi mana shu yomg'irlab sug'orish qilib berdik? Sizga ma'qul keldimi? Nima deysiz o'zingiz fikringiz? Shuncha yo'ldan keliblar, katta rahmat. Arziydi. Endi hozirgi zamonda yangi texnologiya qo'llash kerak deyapti. Shunday. Shu yangi texnologiyani qo'llash uchun mana suvni isrof qilmaslik, elektrikani tejash va hokazo sharoitlarni qilamiz deb shu kishilarni chaqirdik. Mana kelib bizga ko'rsatib, hammasini joy-joyiga qilib berib ketyapti. Men o'zim ham ko'rib guvoh bo'ldim endi. Mana Xudo xolasa yomg'irlatib sug'orish asosida haqdorligi mo'l bo'ladi deb umid qilamiz. Xudo xolasa. Bedani sug'organda, yomg'irlab sug'organda shu fikrda aytib o'tishimiz kerak. Albatta, ostidan an'anaviy sug'organga nisbatan 30% gacha hosildorlik yuqori bo'lishini o'sha mutaxassislar tomonidan maslahatlashilganda o'sha fikrga kelganmiz va shu narsani aynan mana bu yerda ham ko'rsatib. Oldin ostidan sug'organingizda qanaqa muammolar bo'lgan mana shu yerda? Ostidan sug'organda men buni 5-6 kun ko'p energiya sarflab, 5-6 kun ancha kunda bir hovuz suv olib ketgan yo'q, azroq suv ketyapti. Bu holatda suv ketayotgan yo'q. Avval juda ham suv isrofi ko'p edi. Chunki qumloq yerligini hisobiga kemiruvchilar tomonidan qazib tashlangan chuqurlarga orasiga suv kirib ketgan. Tagidagi qumg'oniga qum shumib ketadi-da suvni. Shumib ketadi, shuning uchun sug'orib olish juda qiyinga tushyapti-da. Endi Xudo xolasa mana bu holatda sug'organingizda suvdan ham, elektr energiyadan ham birmuncha samaradorlikka erishasiz va eng asosiysi olinadigan hosil ham Xudo xolasa birmuncha yuqori hosildorlikka erishamiz nasib bo'lsa. Bobo, sizga ham rahmat, bizlarni shunchalik taklif qilganingiz uchun. Ishlariga omad. Bundan ham ko'p yilga xizmat qilib, elni bir duosini olib, sizlardan Xudo ishlaringni o'ngga boshlab, yaxshilaring ko'p bo'lsin. Rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Xudo xolasa bundanda qiziq videolarimiz hali oldinda. Yomg'irlatib sug'orish texnologiyasi kanaliga hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying va siz ko'rmagan yerlarda, siz bilmagan yerlarda biz o'z faoliyatimizni olib boramiz. Sizga qiziq bo'ladi degan umiddamiz. Videolarimizga like bosing, bizni kuzatishda davom eting. Doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Ko'rib guvohi bo'lganingizdek, Navoiy viloyati Nurota tumani qishlog'imiz Jarma qishlog'ida qilingan ishimizni guvohi bo'ldingiz. Mana yomg'irlatib sug'orish texnologiyamiz mukammal tarzda aylanayotganini kuzatishingiz mumkin bo'ladi va eng qiziq jihati boya yuqorida ko'rsatilgan har bitta elementar narsaga e'tibor qaratib, yerga mehr bergan bobomiz bilan biz yonma-yon turibmiz. Bobomizning fikrini birgalikda eshitamiz. Bobo, qanaqa bo'ldi mana shu yomg'irlab sug'orish qilib berdik? Sizga ma'qul keldimi? Nima deysiz o'zingiz fikringiz? Shuncha yo'ldan keliblar, katta rahmat. Arziydi. Endi hozirgi zamonda yangi texnologiya qo'llash kerak deyapti. Shunday. Shu yangi texnologiyani qo'llash uchun mana suvni isrof qilmaslik, elektrikani tejash va hokazo sharoitlarni qilamiz deb shu kishilarni chaqirdik. Mana kelib bizga ko'rsatib, hammasini joy-joyiga qilib berib ketyapti. Men o'zim ham ko'rib guvoh bo'ldim endi. Mana Xudo xolasa yomg'irlatib sug'orish asosida haqdorligi mo'l bo'ladi deb umid qilamiz. Xudo xolasa. Bedani sug'organda, yomg'irlab sug'organda shu fikrda aytib o'tishimiz kerak. Albatta, ostidan an'anaviy sug'organga nisbatan 30% gacha hosildorlik yuqori bo'lishini o'sha mutaxassislar tomonidan maslahatlashilganda o'sha fikrga kelganmiz va shu narsani aynan mana bu yerda ham ko'rsatib. Oldin ostidan sug'organingizda qanaqa muammolar bo'lgan mana shu yerda? Ostidan sug'organda men buni 5-6 kun ko'p energiya sarflab, 5-6 kun ancha kunda bir hovuz suv olib ketgan yo'q, azroq suv ketyapti. Bu holatda suv ketayotgan yo'q. Avval juda ham suv isrofi ko'p edi. Chunki qumloq yerligini hisobiga kemiruvchilar tomonidan qazib tashlangan chuqurlarga orasiga suv kirib ketgan. Tagidagi qumg'oniga qum shumib ketadi-da suvni. Shumib ketadi, shuning uchun
sug'orib olishlar qiyinga tushyapti-da. Endi bu Endi xudo xolasa mana bu holatda sug'organingizda suvdan ham, elektr energiyadan ham birmuncha samaradorlikka erishasiz va eng asosiysi olinadigan hosil ham xudo xolasa birmuncha yuqori hosildorlikka erishamiz nasib bo'lsa. Bova, sizga ham rahmat, bizani shunchalik taklif qilganingiz uchun. Ishlariga omad. Bundan ham ko'p yilga xizmat qilib, yelni bir duosini olib, sizlardan Xudo ishlaringni o'ngga boshlab, yaxshilari ko'p bo'lsin. Sog' Rahmat aytganingiz. Bizni kuzatishda davom eting, xudo xolasa bundanda qiziq videolarimiz hali oldinda. Yomg'irlatib sug'orish texnologiyasi kanaliga hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying va siz ko'rmagan yerlarda, siz bilmagan yerlarda biz o'z faoliyatimizni olib boramiz. Sizga qiziq bo'ladi degan umiddamiz. Videolarimizga like bosing, bizni kuzatishda davom eting. Doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Ko'rib guvohi bo'lganingizdek, Navoiy viloyati Nurota tumani qishlog'imiz Jarma qishlog'ida qilingan ishimizni guvohi bo'ldingiz. Mana yomg'irlatib sug'orish texnologiyamiz mukammal tarzda aylanayotganini kuzatishingiz mumkin bo'ladi va eng qiziq jihati boya yuqorida ko'rsatilgan har bitta elementar narsaga e'tibor qaratib, yerga mehr bergan bobomiz bilan biz yonma-yon turibmiz. Bobomizni fikrini birgalikda eshitamiz. Bobo, qanaqa bo'ldi mana shu yomg'irlab sug'orish qilib berdik? Sizga ma'qul keldimi? Nima deysiz o'zingiz fikringiz? Shuncha yo'ldan uzoq keldinglar, katta rahmat. Arziydi. Endi hozirgi zamonda yangi texnologiya qo'llash kerak deyapti. Shunday. Shu yangi texnologiyani qo'llash uchun mana suvni isrof qilmaslik, elektrikani tejash va kaza sharoitlarni qilamiz deb shu kishilarni chaqirdik. Mana kelib bizga ko'rsatib, hammasini joy-joyiga qilib berib ketyapti. Men o'zim ham ko'rib guvoh bo'ldim endi. Mana xudo xolasa yomg'irlar sug'orish asosida hosildorligi mo'l bo'ladi deb umid qilamiz. Xudo xolasa. Bedani sug'organda, yomg'irlab sug'organda shu fikrda aytib o'tishimiz kerak. Albatta, ostidan an'anaviy sug'organga nisbatan 30% gacha hosildorlik yuqori bo'lishini o'sha mutaxassislar tomonidan maslahatlashilganda o'sha fikrga kelganmiz va shu narsani aynan mana bu yerda ham ko'rsatib. Oldin ostidan sug'organingizda qanaqa muammolar bo'lgan mana shu yerda? Ostidan sug'organda men buni 5-6 kun ko'p energiya sarflab, 5-6 kun ancha kunda bir hovuz suv olib ketgan yo'q, azroq suv ketyapti. Bu holatda suv ketayotgan yo'q. Avval juda ham suv isrofi ko'p edi. Chunki qumloq yerligini hisobiga kemiruvchilar tomonidan qazib tashlangan chuqurlarga orasiga suv kirib ketgan. Tagidagi qumganiga qum shum ketadi-da suvda. Suv ketadi, shuning uchun sug'orib olishlar qiyinga tushyapti-da. Endi xudo xolasa mana bu holatda sug'organingizda suvdan ham, elektr energiyadan ham birmuncha samaradorlikka erishasiz va eng asosiysi olinadigan hosil ham xudo xolasa birmuncha yuqori hosildorlikka erishamiz nasib bo'lsa. Bova, sizga ham rahmat, bizani shunchalik taklif qilganingiz uchun. Ishlariga omad. Bundan ham ko'p yilga xizmat qilib, yelni bir duosini olib, sizlardan Xudo ishlaringni o'ngga boshlab, yaxshilari ko'p bo'lsin. Sog' aytganingiz. Bizni kuzatishda davom eting, xudo xolasa bundanda qiziq videolarimiz hali oldinda. Yomg'irlatib sug'orish texnologiyasi kanaliga hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying va siz ko'rmagan yerlarda, siz bilmagan yerlarda biz o'z faoliyatimizni olib boramiz. Sizga qiziq bo'ladi degan umiddamiz. Videolarimizga like bosing, bizni kuzatishda davom eting. Doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Ko'rib guvohi bo'lganingizdek, Navoiy viloyati Nurota tumani qishlog'imiz Jarma qishlog'ida qilingan ishimizni guvohi bo'ldingiz. Mana yomg'irlatib sug'orish texnologiyamiz mukammal tarzda aylanayotganini kuzatishingiz mumkin bo'ladi va eng qiziq jihati boya yuqorida ko'rsatilgan har bitta elementar narsaga e'tibor qaratib, yerga mehr bergan bobomiz bilan biz yonma-yon turibmiz. Bobomizni fikrini birgalikda eshitamiz. Bobo, qanaqa bo'ldi mana shu yomg'irlab sug'orish qilib berdik? Sizga ma'qul keldimi? Nima deysiz o'zingiz fikringiz? Shuncha yo'ldan uzoq keldinglar, katta rahmat. Arziydi. Endi hozirgi zamonda yangi texnologiya qo'llash kerak deyapti. Shunday. Shu yangi texnologiyani qo'llash uchun mana suvni isrof qilmaslik, elektrikani tejash va kaza sharoitlarni qilamiz deb shu kishilarni chaqirdik. Mana kelib bizga ko'rsatib, hammasini joy-joyiga qilib berib ketyapti. Men o'zim ham ko'rib guvoh bo'ldim endi. Mana xudo xolasa yomg'irlar sug'orish asosida
haqidorligi mo'l bo'ladi deb umid qilamiz. Xudo xolasa. Bedani sug'organda, yomg'irlab sug'organda shu fikrda aytib o'tishimiz kerak. Albatta, ostidan an'anaviy sug'organga nisbatan 30% gacha hosildorlik yuqori bo'lishini o'sha mutaxassislar tomonidan maslahatlashilganda o'sha fikrga kelganmiz va shu narsani aynan mana bu yerda ham ko'rsatib. Oldin ostidan sug'organingizda qanaqa muammolar bo'lgan mana shu yerda? Ostidan sug'organda men buni 5-6 kun ko'p energiya sarflab 5-6 kun ancha kunda mana bir hovuz suv olib ketgan yo'q, azroq suv ketyapti. Bu holatda suv ketayotgan yo'q. Avval juda ham suv isrofi ko'p edi. Chunki qumloq yerligini hisobiga kemiruvchilar tomonidan qazib tashlangan chuqurlarga orasiga suv kirib ketgan. Tagidagi qum bo'lganiga qum shum ketadi-da suvda. Suv ketadi, shuning uchun sug'orib olish juda qiyinga tushyapti-da. Endi xudo xolasa mana bu holatda sug'organingizda suvdan ham, elektr energiyadan ham birmuncha samaradorlikka erishasiz va eng asosiysi olinadigan hosil ham xudo xolasa birmuncha yuqori hosildorlikka erishamiz nasib bo'lsa. Bova, sizga ham rahmat, bizani shunchalik taklif qilganingiz uchun. Ishlariga omad. Bundan ham ko'p yilga xizmat qilib, yilda bir duosini olib, sizlardan Xudo ishlaringni o'ngga boshlab, yaxshi kunlaring ko'p bo'lsin. Rahmat. Bizni kuzatishda davom eting, xudo xolasa. Bundanda qiziq videolarimiz hali oldinda. Yomg'irlatib sug'orish texnologiyasi kanaliga hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying va siz ko'rmagan yerlarda, siz bilmagan yerlarda biz o'z faoliyatimizni olib boramiz. Sizga qiziq bo'ladi degan umiddamiz. Videolarimizga like bosing, bizni kuzatishda davom eting. Doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat sizga. Salomat bo'ling.